Instagramdan kelgan savol, xromosoma mikrodeletsiyasi haqida ko'proq ma'lumot bering deyapti. Ya'ni xromosomani mikrodeletsiyasi haqida ma'lumot berish uchun men sizga umumiy xromosomalarni kitoblarga o'xshattiraman. Ya'ni inson tanasida 46 ta kitob bor deb tasavvur qiling. Ya'ni xromosomalar 46 ta va kitobni tasavvur qiling 46 ta kitob. Kitobni ma'lum bir varaqlarini tushib qolishi, ya'ni o'qiyotgan kitobingizni mazmunan yo'qotasiz, ya'ni 2-3 varaqni yo'qotishi, bu tushuntiriladi xromosomani mikrodeletsiyalari deb. Ya'ni kichkina uchastkasini zararlanishi deb. Tasavvur qiling, 300 varaqli kitobda 2 varag'i tushib qoldi, shu o'qigan qismingizda mazmunsiz qolasiz. Xuddi shunday oqsil sintezida mikrodeletsiyaning hisobiga buzilish kuzatiladi va bolada qanaqadir sindromal muammo yuzaga keladi. Endi men bu yerda genni ham tushuntirib o'tishim kerak. Ya'ni gendagi xatoliklar qanaqa bo'ladi? Xromosomaning tarkibida DNK bor, DNKning tarkibida gen bor. Gen bu o'sha kitobni tasavvur qiladigan bo'lsangiz, ma'lum bir harflarni tushib qolishi bu gendagi xatolik deb ataladi. Ya'ni genetik materialimiz harflardan iborat bo'ladi. Shu harflarning qaysidir tushib qolishi, ya'ni xatosi yoki bo'lmasa o'rniga boshqa harfni kelishi so'zda yoki bo'lmasam oqsil sintezida oqsil faoliyatini buzilishiga olib keladi va gen kasalligiga sabab bo'ladi.